navbatdagi yurtdoshlar bugun xudo xolasa 13 oktyabr navbatdagi tizimimiz 1.240 tayyor tizimimiz aka qanday? Rahmat, zo'r bizni. Ma'qulmi? Yaxshi, ma'qul. Barakasini bersin. Yaxshi kunlar xizmat qilsin. Rahmat. Bu pritsepimizga kelsak, bu 1.240 Jiguli mashinasiga taxlab berdik akalarga. Paxtakor tumanidan keldilar, Jizzax viloyati Paxtakor tumanidan. Mana tayyor pritsepimiz bor, shunday olaman dedilar, mana kraskalar taxlab bugun topshiryapmiz egalariga. 1.6 zamok, bilkalari, hujjatlari hammasi joyida qilib akalarga topshirdik. Hamma narsasi joyida. Kimga shunday pritseplar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lanaverasizlar. Mazmunimiz Jizzax viloyati G'allorot tumanidan. Tayyor pritseplarimiz ham bor. Kimga pritsep kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Chiqmadimi?